talabga javob bermaydi. Assalomu alaykum barchaga. Mana klientlarga murojaat, video murojaat. Iloji boricha atkaz oldirib turganda ishonchli ustaga oldiringlar yoki bo'lmasam oldirmaysanglar o'zimiz chiroylab mana bunaqa atkaz olib berib ketamiz. Nimagaki atkaz olib ketishgan betga ustalarimiz poqillab qolgan, talabga javob bermaydi. Bittadan keyin yorilib ketish ehtimoli bor. Hozir mana o'zimiz atkazlar buzib boshqa chiroylilar kuzatuvchilar ko'rishlari mumkin. Endi ro'da buzgan atkazimizni chiroyli o'zimiz olib berdik. Xudo xolisa mana reykalarga ham javob beryapti. Bironta ochiq joyi yo'q. Shaytonda ham bo'lgan chiroylab qo'yib berdik. Ko'zlardan ko'rishlari mumkin qirlarini. Alohida ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda chiroyli mashina chiqdi. Xudo xolisa endi bunga o'zimiz garantiyasini beramiz. Mana shu uchastka turgungacha turib xizmat qiladi. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilishlari mumkin. Pastda nomer qoldiramiz.